Xo'p do'stlar, hammalarga assalomu alaykum. Bugun ko'pchilikda muammo bo'layotgan broker va banklar o'rtasidagi muammoni yechimini sizlarga aytishga harakat qilaman. Xo'p, banklar brokerlarni bloklab qo'ydi. Ya'ni brokerlarga pul Visa kartalar orqali qilib bo'lmayapti. Misol uchun hozir mana bolalar ham tashlashdi. Shu Capital Bank hozirgi vaqtda broker hisobvaraqlariga tranzaksiyalarni blokirovka qilish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va regulyator talablari bilan bog'liq. Shu sababli barcha tranzaksiyalaringiz rad etiladi. Ya'ni menimcha boshqa brokerlar ham, boshqa banklar ham shu muammo bo'lsa kerak. Xo'p, o'zim qanaqa qilib foydalanyapman sizlarga tushuntiraman. Xo'p, bizga Paynet ilovasi kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz Paynet ilovasidan o'tgan bo'lishimiz kerak. Verifikatsiyon akkaunt bo'lishi kerak. Va mana bu joyda kripto kошелек degan joyi bor. Kripto kошелекdan USDT sotib olishimiz kerak. Mana ko'paytib bossanglar kartadan sotib olish chiqadi. Misol uchun o'zingizga kerakli nimani sotib olasizlar. Kriptodan. Продолжить qilsanglar и подтвердить qilsanglar kripto sizlarga o'tadi. Обратно, ya'ni sotish ham xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun продать qilasizlar-dek, o'zingizga kerakli kartaga продать sotib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, kriptoga pul tashlab olganimizdan keyin bu brokerda mana kripto orqali пополнение qilsak bo'ladi. Допустим, o'sha $240 пополнение qilib ko'ramiz. Ya'ni mana shu kошелekka mana TRC20 ga 240 jo'natishimiz kerak. Programmaga kiramiz. Kошелек. Отправить. Skanner qilamiz. Set tanlaymiz. Tron. И 240. Отправить qilamiz. $5 komissiya olar ekan. Demak, 245 qilsak-chi. Все. Отправить. На всякий случай скрин qilib qo'yinglar. Tushmay qolsa brokerga isbotlash uchun. Xo'p, pochtamizga kelish kerak ekan. Пополнение.
Hozircha kelmadi. Hop, necha minutda tushishini sizlarga aytaman. Xo'p, mana do'stlar, где-то 1 minutda depozitga kelib tushdi. Все,